Hop do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft hardcode rejimida 10 kun yashab ko'rishga harakat qilamiz. Harakat. Hop, mana o'yindan boshlandi. Bazaga kirib oldik. Birinchi bo'lib atrof muhitasini ko'rib olamiz. Nima gap bo'lmasa o'zi. Hop, keyin daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Nimaga o'tin kerak bizga? O'tin kerak bo'ladi ko'p. Hozir birinchi kechada o'zi Minecraft o'sha hardcode'ni birinchi kechada astomay iloji boricha o'zi mana shu daraxtni chopib, undan taxtasini olib, invertor yasab olib, qisqa qilayotganda shu birinchi kechada oddiy bo'lsa ham tezroq uy qurib olish kerak. Tam kechasi zombilarning anaqasidan hujumidan saqlanish uchun. O'shaning uchun tez daraxtlarni chopib instrumentga yasab olish kerak. Instrumentga deganda qaysi? Ikkinchisi bu qo'y yungini ham olishimiz kerak. Chunki bu qo'y yungidan kravat yasasa bo'ladi. Hozircha 2 dona qo'y chiqdi yonimizdan. Mana 2 dona yung bo'ldi. Kravat yasash uchun 3 dona yung kerak bo'ladi. Hop, invertor yasab oldi. Hop, endi kirib lapatka bilan kirka olamiz. Bolta ham olishimiz kerak. Bolta oldik. Endi turpolarni tam qazish bilan toshlarni qazishni boshlaymiz. Chunki tosh qazisa taxtali kirka instrumentidan ko'ra mana qo'y o'ldiramiz. Bu 3 ta bo'ldi. Endi kravat yasasak bo'ladi. Hop, toshlarni qazib olishni boshlaymiz. Tezroq qazib olsak toshlarni, toshdan toshli lapatka, toshli kirka yasab olish kerak. Skeletdan qochamiz. Chunki hali hech qanaqa orужияlarimiz yo'q. Himoyalanishga o'shaning uchun qochamiz. Menimcha o'zi bo'ldi, ketdi. Borib ko'rish kerak. Kuchu. Ani go'sht bersa bizaniki bo'larmikan? O'zi odatda suyak berilardi. Hozir suyagimiz yo'q. Yo'q bo'lmasa ekan. Boyagi skeletni o'ldirgani ketdi. Qani sani skelet? Qo'rqib qochib ketding? Qo'rqib qochib ketibsiz do'stlar. Hozir yon atrof qarab ko'ramiz. Boya bizani qo'lab biyolaga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Yo'q, topolmadik. Hamma bitta ko'mir ko'rgandim. Shu ko'mirni olib olamiz. Ko'mir kerak bo'ladi. Balki kech bo'lmasdan ko'mir ko'maylan keyin kechalarda olsa bo'ladi. Hozir uy qurib olishimiz kerak. Chunki birpasda hozir qorong'i tushib qoladi. Tez qumlarni qazib olishni boshladik. Chunki o'zim boya ham aytdim, tez qorong'i tushib qoladi Minecraftda, bilasizlar. Shuning uchun zombilarning hujumidan saqlanish uchun uy qurib olish kerak tezroq. Hop, menimcha shu daraxtda yasash kerak. Birinchi kun daraxtdan uy qurish kerak. Shu ancha vaqt o'tib ketdi. Hozir yerdan uy quradigan bo'lsam, uspet qilmayman, o'sha qorong'i tushib qoladi. Shuning uchun daraxtdan uy quramiz. Daraxt ustiga chiqib olamiz. Mani ko'zimga eng baland daraxt masha bo'lib ko'rindi yon atrofda. Daraxt tekislashni boshlaymiz. Baland qilib borish ham bo'lmaydi, chunki
pastga tushib ketib qolsak o'lib qolishimiz mumkin. O'shaning uchun normalniroq o'rtaroq joydan yasaymiz. Aytdim-ku, mana o'sha birpasda qorong'i tushyapti. Manda yetarli tosh или там qumlar kam edi, o'shaning uchun bildim uspet qilmasligimni. O'shaning uchun daraxtdan quryapmiz. Olma yemaymiz hozir, kerak bo'ladi, hali qornim to'q. Hop, yana bir qator kesib tashlaymiz, bir qatorini olib tashlaymiz. Men daraxt tanlaganim anaqasi tam zombilar edi. Boshqani olib chiqolmaydi daraxt tepasiga, ko'rmasa bizani. Hop, endi atrofini o'rab olish kerak. Babbil bo'lmaydi, chiqib qolishi mumkin, ko'rib qolsa tepaga chiqishi mumkin. O'shaning uchun yon atrof o'raveramiz. Ana pastda zombilar yuribdi o'zi. Qarang, bo'larmikan mana shu. Sal kichkina bo'lib qoldi. Yonidan yana qilamiz. Yana pastda o'rgimchak ham yuribdi o'zi. Mana shu o'rgimchak chiqishi mumkin. O'shaning uchun ko'rinish kerak emas o'rgimchakga. O pastda ham bor ekan. Pastga tushib ketish kerak emas, ehtiyot bo'lish kerak. Hop, ko'tarishni boshladi ikkinchi qavatini ham. Tugab qoldi ana. Hop. Qarasam hech nima yo'q va men bunaqa qaror qildim, bunaqa qurishga. Shaxmat usulida quramiz hozir. Bitta tepaga, bitta pastga, bitta tepaga, bitta pastga qilib. O'sha hamma yoqda qop-qorong'i tushdi o'sha. Birinchi kecha o'tdi mana hardkorda. Va o'zi video yozishdan oldin ozgina o'ynab ko'rdim shu rejimda. Haqiqatda o'qish nomi bilan ancha qiyin ekan. Mana anaqamiz shaxmat doskasida, shaxmat stilida qilingan uyimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, bu yoqqa chiqolmaydi. Endi ko'rsa sakrab o'tib olishi mumkin. Nima endi kravat yasab uxlasa, bizani ko'rmaydi degan umiddaman. O'sha burchakga qo'yamiz va kravat yasaymiz. Tak, bunaqa o'choq yasaysiz ham bo'lar ekan, pakka kerak emas bizga. Kravat yasab oldim. Kravatni qo'yib uxlash kerak. Kravatni qo'ydim. Xayrli tunda mana ertalab ham bo'ldi. Yon atrofga pastga tushishdan oldin nazar solamiz, ozgina yon atrof qarab. Chunki pastda zombilar bo'ladi, hali o'lmagan ular, chunki endi kun ertalab bo'ldi. Ana pastda creeper ham yuribdi. Mana pastga tushamiz. Qani. Voy, pastda o'rgimchak yuribdi. Pastda o'rgimchak yuribdi, ham zombi. Voy, zombi ko'rdi bizani, tepaga chiqmoqchi. Mayli kelaversin. Kegungacha o'lib qolsa kerak. Haqiqatda o'lib qoldi mana kegunigacha. Skelet qo'ch. O'sha yetarlicha ertalab bo'ldi. Menimcha o'sha borsam hozir yo'q qo'yib bo'lsa kerak zombilar. Aytganimdek mana yo'q. Yo'q, mana zombilar yo'q.
Hop, endi daraxtlarni kesishdan boshlaymiz yana. Faqat hamyonni qarab chiqdim. Yo'q, buni zombilar o'zi. Men daraxt kesishdan boshlash kerak. Daraxt kesishdan boshlaymiz. Daraxtlarni kesishimizning sababi bizga undan chiqayotgan o'tini ham kerak bo'ladi. Birinchi sababi shu, ikkinchi sababi daraxtlar bo'lsa ertalab pastida zombilar yig'ilishi mumkin soyasida. Bu uyimizni chopib olish kerak emas, buzib olish kerak emas, shuning uchun ajratib qo'ydik. Chopayotganda ehtiyot bo'lamiz, chunki kripek kelib portlab olishi mumkin. Chopishdan ikkinchi sababi boya aytolmadim. Daraxtlarni chopib tashlashdan ikkinchi sababi daraxtlarning tagida ertalab soya bo'ladi, o'shani tagida zombilar yig'ilishi mumkin. O'shaning uchun yon atrof qancha katta o'tsa, zombilar ertalab yurolmaydi bu yerda. Tepaga chiqishga qaror qildim. Nimagaki, уже ancha yetarli to'pol yig'ib oldim. O'shani hozir hamma yog'ini yopib uyga boshqatdan quramiz. Tepaga chiqib narvon yasashga qaror qildim. Chunki narvonda pastga tushib chiqish ancha osonroq. Blok qo'yib tepaga chiqqandan ko'ra o'sha narvonda pastga tushib chiqqan yaxshiroq. Hop, endi instrumentlar yasab olamiz. Instrumentlardan toshli bolta, toshli kirka va toshli lopatka yasab olamiz. Sababi oddiy taxtali boltadan ko'ra tezroq qaziydi temirligi. Hop, narvonimizni qo'yib olamiz. Narvonni ham qo'yib oldik. Ko'rishingiz mumkin, o'sha ancha uyimiz ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hop, hamma yog'ini qo'yib chiqamiz va yana qum yetmay qoldi. Bitta qumni olamiz. Yon atrofda qarab qo'yamiz, yon atrofga. Endi olib tepaga chiqamiz yana. Daraxtdagilarni ham tushib olamiz. Yana tepaga qaytib chiqib, uyimizning hamma teshiklarini yopamiz. Chunki baribir bilib bo'lmaydi. Chiqib qolishi mumkin zombilar bu yoqdan. 2 qavat bo'lsa, o'zi sakrab o'ta olmaydi. Hop, yana yetmay qoldi. Bu yoqni buzamiz. Burchakni. Pastga tushib ketdi. Hop, bu yoq tarafdan olamiz bo'lmasa, mana oldik, tushib ketmadi pastga. Все, mana yopdik hamma yoqni. Endi pastga tushib qum qazishimiz kerak bo'ladi. Ozgina bunaqa oq qum ham olishga qaror qildim. Oynasini pishirib oyna qilamiz. Tomni yopamiz. O'zi qorong'i tushib qoldi. Kirib yotib uxlaymiz. Ikkinchi tun ham mana o'tdi. Yaxshi o'tkazib oldik. O'lib qolmadik hardkorda.
Yaxshi. Pastga qaraymiz. Skeletlar yuribdi to'g'rida. G'orda. Pastga tushamiz. Uy, kuchuk ekan u. Creeper deb o'ylanma. Hop, daraxtlarni chopishni boshlaymiz. Chunki o'sha boya aytgan sababim, ikkinchi sababi uchun hamma yorug'i bo'lishi kerak. Creeperga qarab qo'yamiz ozgina. Yo'qmi atrofda deb. Atrofga qarash kerak. Chunki creeperlar jinni bo'ladi, biladi. Kelib o'zidan o'zi portlab ketadi. Hozircha yaxshi, hech kim hujum qilmayapti. O'sha 3-kun, ancha kunning oxirlarida o'sha ancha qiyin bo'lsa kerak. Qani ko'ramiz nima bo'larkan. Hozircha yaxshi, 3 kun yashadik. Hali yana 7 kunimiz bor. Qani ko'ramiz 7 kun nima bo'larkan. Shu skeletlarni o'ldira olmayman-da. Skeletlar yonimizdan chiqmayapti. Hozir boradigan bo'lsam g'or ichiga aniq bilaman, aytdi zombilar, o'rgimchaklar, creeperlar bo'ladi. O'shaning uchun u yoqqa bormaymiz. Agar yo'ldan bitta o'zi chiqib qoladigan bo'lsa, harakat qilamiz o'ldirishga. Lapatga esa olamiz. Endi qum qaziymiz, turpo. Daraxtlarni olamiz, chunki ekamiz hamma daraxtlar qolmagandan keyin. Turpolarni qazib olish kerak. Hali uyda qurishga kerak bo'ladi bular. Nafaqat uyda boshqa narsalar qurishga ham kerak. Hop, zaratgamiz ham 10% qoldi. Mana shu pastdan quramiz tepaga. Uyim o'rtasidan daraxt chiqib turgan bo'ladi. Zo'r bo'ladi hozir. Tasavvur qilinglar, uylarning o'rtasidan daraxt chiqib turibdi. Shu daraxt tepasida ham ana uy bor sizlarda. Vashe zo'r bo'ladi. Hop, bu yerni qo'yib olamiz qaytadan. Bu ham qazilib ketdi. Buni qo'yib qo'yamiz joyiga tekis qilib. Bu yerlarni olamiz. Qazib turgan paytim lapatkam ham tugadi buni. Yangi lapatkaga boshlaymiz. Voy creeper, tepaga chiq, qoch. Umid qilamanki, bu bizning orqamizdan kelmadi. Bizani ko'rmadi degan umiddaman. Bu tepaga chiqa olmaydi. Avvalo pastda ekan, yaxshi g'orga ketib qopti, qayta orqaga pastga tushaveramiz. Voy, creeper tepaga. Voy. Shuncha qilganimni ko'tingga tiqding, dedi creeper. Ado qildi hammasini. Mayli, biz taslim bo'lmaymiz, yana boshqatdan harakat qilib ko'ramiz. Like buttonga bosib qo'yinglar. Birinchi video bu. Bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz.